umuman qonun belgilovchi qonun yo'q, lekin biz uni davlat bojidan ozod qilyapmiz. Nomuvofiqlik nima bo'ladi? To'lov pullari qayerdan paydo bo'lib qolyapti? O'zi bankga to'lay olmaydi. Bittasini bajarmadi. Sudga da'vo bilan kirish mumkin. Unga da'vo arizasi nusxasi kelib tushdi. Ertaga buni orqasidan juda e'tiroz ko'payib ketyapti. Juda jiddiy ko'rib chiqishimiz kerak bu masalani. Assalomu alaykum, parlamentdan gapiramiz. Hafta boshi quyi palatada fraksiyalar yig'ilishlari bilan boshlanadi va palataga kirib kelgan yangi qonun loyihasiga ko'ra iqtisodiy protsessual hamda fuqarolik protsessual kodekslarga o'zgartirishlar kiritilishi nazarda tutilmoqda. Xalq vakillari esa aynan ushbu masalani birinchi o'qishda konseptual jihatdan ko'rib chiqishmoqdalar. Ya'ni aynan qonun loyihasi jamiyat uchun kerakmi yoki yo'qmi degan savol atrofida muhokamalar ketmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizda shu va boshqa qonun loyihalari muhokamalari jarayonlaridan lavhalarimizni ko'rishingiz mumkin. Yig'ilishlarda yetakchi partiyalar muhokama qilgan fuqarolik va iqtisodiy protsessual kodekslarga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha qonun loyihasi Yashillar fraksiyasida ham e'tibor bilan ko'rib chiqildi. Fraksiya a'zolari soddalashtirilgan tartibni kengaytirish, sudlar yuklamasini kamaytirishi, nizolarni tezkor ko'rib chiqish va adolatli tamoyillarni ta'minlashga xizmat qilishni qayd etib, loyiha bo'yicha bir qator tanqidiy va tahliliy mulohazalarni bildirishdi. Umumiy tartibda ko'rib chiqish bo'yicha o'sha javobgarning huquqi bo'ladimi? Masalan, unga da'vo arizasi nusxasi kelib tushdi va soddalashtirilgan tartibda emas, uni umumiy tartibda ko'rish bo'yicha huquqi bormi sudga murojaat qilish bu bo'yicha? Siz aytganingizdek, agar javobgar yozma fikr bildirayotganda yoki e'tirozini bildirayotganda ishga ta'sir qiladigan qo'shimcha dalil, hujjatni o'rganishni so'raydigan bo'lsa yoki ekspertiza o'tkazish masalasi bor bo'ladigan bo'lsa, uchinchi shaxslarning huquqlariga ta'sir qiladigan holat bo'lsagina soddalashtirilgan tartibda ko'rilmaydi. O'z-o'zidan sudning alohida ajrimi bilan umumiy tartibga o'tadi, 1 oy 2 oy davomida ko'riladi. Yaqinda shu amaliyotda bir saylovchi tomonidan shu to'g'risida savol berib qo'yildi. Nomida yuridik firmasi bor fuqaro shu manziliga 1 oylab, 2 oylab bormayapti-da, lekin kredit olgan bankdan, manziliga bora olmayapti, boshqa xizmat safarlari bilan yuribdi. Endi buni ishtirokisiz hozirgi aytilgandek soddalashtirilgan tartibda nima bo'lyapti? Sud bo'lyapti kreditiga nisbatan. Lekin fuqaro qisman to'lab kelyapti, qanchada to'lanmagan qismini sudga chiqarib yuboryapti. Bank kelib aytyapti, menga deyapti, yo bular telefon qilib aytishmagan deyapti, yo boshqa bo'lmagan deyapti, bular sudga berib yuborgan meni deyapti, yo meni xabarim yo'q bundan deyapti. Bu soddalashtirilgan tartibga zurunaki qandaydir endi mana baravarlik ko'targanimizdan keyin shu javobgarga ham qanaqadir xabardor qilish mexanizmini ham qo'shib qo'ymasak, ertaga buni orqasidan juda e'tiroz ko'payib ketyapti. Bizda sudda shunday tizim yaratilganki, agar bugun boshqa manzilga o'tib borib, vaqtincha bo'lsa ham ro'yxatda o'tsangiz, chaqiruv xati eski manzilingizga ketmaydi. Avtomatik ravishda yangi manzilga o'z-o'zidan ko'rinib turadi. Kiritishni, o'zgartirishda ham iloj yo'q kerak bo'lsa. Lekin u boshqa manzilda ro'yxatdan o'tmasdan yashab turgan yoki bo'lib turgan bo'lsa, unda qo'liga olib borib yetkazib berish majburiyati ham yo'q. Buni qonunga ham kirita olmaymiz-da. Topib qo'liga ber degan narsani kirita olmaymiz-da biz. Parlament binosida muhokamalar davom etadi. Ammo bizning loyihamiz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Har qanday siyosiy partiya zamon bilan hamnafas bo'lib, uning o'tkir talablariga javob bergan taqdirdagina siyosiy kuch sifatida yashay oladi. Shunday ekan, parlamentdagi fraksiyalarimizdan doimo xalqimizning dardiga va tashvishiga malham bo'la oladigan xalqchil g'oyalarni, tashabbuslarni kutib qolamiz. Roppa-rosa bir haftadan keyin yangi qonun loyihalari muhokamalari bilan ko'rishamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.